Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilsey Qahramonov va biz bugun sizlar bilan qiladigan ishimiz bo'lib Portugaliyaning yarim devorini, yarim himoyachisini devori, Portugaliyaning devorini olamiz. Bugun mana Bruno Fernandesni Portugaliyaning bu yarim devori, nimaga devori deyapman? Chunki bundan tep uncha o'tmaydi-da. Va biz ketdik. Internetdan yozdik va olindi. Bruno Fernandes. Mana chiqishlari 85lik kartasi. Va biz buni guruhimizga qo'shamiz. Mana Mekkimi va Pedrilar bilan o'tiribdi. Endi biz yarim himoyaga Bellinghamni olishimiz kerak va Federico Valverdeni. Mana shu ikki o'yinchi. Bu yerga Dembeleni olamiz hujumga, keyin Haalandni olamiz. Keyindan bo'laveradi. Va Aytno o'yinchiga esa Theo Hernandesni olish kerak. Qolganlari menimcha chotki.